Mototsikl olsanglar ham, zapchast olganinglarda ham ishonchli, sifatli, kafolat beradigan firmadan olinglar. Ya'ni Bobo Motors. Adashmaysizlar hech qachon. Assalomu alaykum hurmatli Bobo Motors obunachilari. Mana bu bizning Kimpenxoda joylashgan Bobo Motors zavodimiz. Men sizlarga qisqa ekskursiya qilib o'taman bu yerda. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana kecha tushdi 1 tonnali modellarimiz. Kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. 24 ga 7 chiqarib beramiz. Kelishilgan holda dastavka xizmatlarimiz ham bor. Bu yoq bizning zborishniy seximiz bo'ladi. Mana bu shu kecha kelib tushgan mototsiklarimizning akkumulyatorlari bo'ladi. Biz kimdandir olmaymiz, o'zimiz olib kiramiz. Komplektida bo'ladi, mana o'zida akkumulyator bo'ladi. Endi keyinchalik yana shunaqa Xitoyga o'xshab variant qiladigan bo'lamiz. Misol uchun mototsikl tanlaysiz, oldiga 3-4 xil variantda akkumulyator qo'yib beramiz. O'shani hisobidan xohlasangiz 85 lik, xohlasangiz 60 lik, xohlasangiz 58 lik, xohlasangiz 90 lik akkumulyator tanlash huquqingiz bo'ladi. Endi u ham o'sha narx-navosi bo'yicha kelishib turib shunaqa qilmoqchi bo'lyapmiz. Mana bu yerda 50% yig'ilgan yuklamaga desa ham bo'ladi. Biz yuklayotgan paytimizda katta mashinaga xuddi shunaqa 50% qilib turib shunaqa tikkalagan holda mana bunaqa mayda-chuyda zapchastlarini orasiga tiqib turib klientlarga jo'natib beramiz. Bu bunaqa tikkalangan holati nimaga tikkalanadi? Bitta mashinaga tikkalaganda 24 ta ketadi. Agar tikkalamasdan yeteklab qo'ysangiz 8 dona ketadi. O'shanga biz mijozlarimizga yo'l kirasi ham og'ir tushmasligi uchun, ko'proq taroat yetib borishi uchun shunaqa tikkalagan holda sifatli qilib jo'natib beramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda zapchastlarimiz. Zapchastlarimiz ham Xitoydan bizga qanaqa holda keladi? Hammasi ajilni korobkaga solingan bo'ladi. Korobkani ustidan yana ham sifatli borishi uchun, sifati buzilmasligi uchun qop qilib turib, qop ustidan bunaqa lentalarda korobka chochilib ketmasligi uchun bizga Xitoy jo'natib beradi. Bu yerda keyin bizda 3 ballonli gruzovoydan tashqari 2 ballonli skuterlarimiz bor. Mana bu bizning o'sha Bobo Motors zavod hovlisi bo'ladi. Bizda ish faqat zborishniy sexi ichida emas, hovlida ham bo'laveradi. Chunki sababi bizda zakazimiz ham ko'p. Bu yil 12 oy katta firma kompaniya bo'lganimiz uchun zakazimiz ko'p bo'ladi. Joy bizga muammo bo'lmaydi. Hovlida ham yig'averamiz, ichkarida zborishniy sexda ham yig'averamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir bu bir 50% tovarimiz turibdi hisobi. O'zi joy umuman qolmaydi. Oyoq bosishga ham joy bo'lmaydi bu yerda. Mana aytib o'tib ketganimdek ko'chaga tovar tushirganmiz. Bu yerda ham kelib tushdi tovarimiz. Mana buni orqasida bor. Xudo xolasa bu yoqdagi zdaniyamiz ham bitadigan bo'lsa, uni ham ichiga tushiramiz. Qisqa qilib aytib o'tib ketganda ish har doim qizg'in qaynaydi bizda. Keyin mana mototsikllarimizni Donaga ham, Optimga ham O'zbekiston bo'yicha bemalol yetkazib beraveramiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa 1 tonnalimi, 1,5 tonnalimi mana raketa modelimiz kelgan. Katta hamma kutgan o'sha raketa model kelgan. Buni ham o'sha zakaz asosida chiqarib beraveramiz. Hozir eng katta zborishniy seximizga kiramiz. Mana bitta mijozimizga ham hozir kagras ish qizg'in ketyapti. Mototsikl oldilar. Unga kabina qo'yib beryapmiz. Pol kabinani o'zi komplektatsiyasida dvorniga oddiy ruchnoy bo'ladi. Qo'lda ishlaydigan. Bularga o'sha so'raganlar uchun zakaz qilganlarga motorchik qo'yib, motorchikda ishlaydigan qilib beryapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Ichkarida ham ish qizg'in ketyapti. Buni bu yoq tomonda ham yig'ilmagan mototsikllarimiz ko'p hali, bolalar yig'ishyapti. Ish jarayoni ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoq tomonda ham o'sha yig'ilmagan mototsikllarning o'zining zapchastlari. Mana ish jarayoni mana shunaqa bo'ladi. Ko'pchilikni qiziqtiradigan narsa nima bo'ladi? Mototsikl yig'ish jarayoni qanaqa bo'ladi? Ko'pchilik o'ylaydi, yarimchala holda keladi deb o'ylaydi. Yo'q, yarimchala holda kelmaydi u narsa. Mana shunaqa nol bo'lib turib, rama отдельно keladi. Har bitta detallari, zapchastlari отдельно keladi. Bolalar buni mana o'girib, bunaqasiga yotqizib qo'yishadi. Orqa tomonni, zadniy mostini, resorini polni yig'ib olishadi. Keyin oldi tomonga o'tishadi. Oldi tomonga o'tib turib, o'sha vilkasini, balonini, rulini, hamma narsalarini qo'yishadi.
Buni mayda-chuyda narsalar o'zini yashigini ichida keladi. Mana buni ham ko'rsanglar bo'ladi. Bu yildan yangilik bo'ldi. Ключ nabor qo'shilgan. Buni komplektining ichida 3 xil atyorkasi bo'ladi. Bitta metri, ambiri, bolg'asi va bunaqa pichog'i bo'ladi. Undan tashqari, mototsikllardan tashqari bizda zapchastlari ham bor, ehtiyot qismlari. Ehtiyot qismlari ham dona bayga ham, optim asosida ham chiqarib beraveramiz. O'sha aytaylik O'zbekiston, Qashqadaryomi, Surxondaryomi, Vodiy tomonmi, Vohagami, buni qizig'i yo'q bizga. Aytilgan joylarga o'sha kelishilgan holda xohlasanglar optim, xohlasanglar donabay uni ham biz yetkazib chiqarib beraveramiz. Keyin bitta narsani aytib o'tib ketaman. Mototsikl olsanglar ham, zapchas olganinglarda ham ishonchli, sifatli, kafolat beradigan firmadan olinglar. Ya'ni Bobo Motors adashmaysizlar hech qachon. Bobo Motors hech qachon aldamagan, yaxshi sifatli narsa yetkazib beradi. Mana bu yerda zapchaslarimiz. Endi ozgina bardakka ahamiyat bermaysizlar, chunki ish qizg'in ketayotgan paytda bizda yuk keladi, ketadi. U narsaga uspet qila olmay qolamiz. Yig'ishtirib, ya'ni paretka qilishga. Paretka qilib qo'ygan joyingizda babi tovar keldi ketisi bilan hamma yoq mana shunaqa bardak bo'lib ketadi. Bilingki, ish zo'r ketyapti. Bardakmi? Bizdan ish zo'r ketyapti. Mana buni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda o'sha raketa modelimizga alohida miyasini olib kelib qo'yganmiz. Sotuvda bor, o'zini reduktori bor. Mana o'lmaydigan reduktorlardan bu. Mana motori. Motor kuymaydigan motor. Kafolatlangan bo'ladi. Buni ham o'zini o'sha garantiyasi bor. Yangi oladigan bo'lsangiz mototsikl 3 oy garantiya motorga, reduktoriga, miyasiga beramiz. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, o'sha pol kabinalarimizga kelgan. Bu yerda keyin o'sha yana qo'shimcha aksessuarlar, o'sha telefon ushlaydiganlari, zaryadchilari, kaskasi, tepada ko'rib turibsizlar, pokrishkalarimiz bor, har xil razmerda. Bizda yo'q bo'lsa ham aytsanglar, zakaz asosida ham olib kelib beramiz. Kimga shunaqa zapchaslar mototsiklda kerak bo'ladigan bo'lsa, Optimga ham, Donaga ham aloqaga chiqaverasizlar. Optimga yana ham kelishtirib qilib beramiz. Ayniqsa yangi ochilayotgan do'konlar, ta'minotchilar kelinglar, shu yerda ko'rishamiz, gaplashamiz, chiqarib beramiz. Videoning tagida telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Kimga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Sifatda adashmanglar hech qachon. Bobo Motors sifat degani bu. Salomat bo'lasizlar, charchamanglar.